Sizlar shu bugun tadbirkorlar navbatda uchrashuvimiz bo'lyapti. Shu siz masalalarni hal qilib, siz masalangiz nima masalangiz bo'layotgan bo'lsa, qanaqa talablaringiz bo'lsa o'shani eshitib, maslahat yechish bo'yicha qabulimiz bugun navbatdagi. O'sha sizda nima masala bo'layotgan bo'lsa, masalani yechib beramiz joyda. Nima masalalar bor? Masalan, shu kreditni olish kerak. Qanaqa kredit olmoqchisiz? Nima maqsadda? Chorva kredit olmoqchiman. Chorva krediti. Qancha so'mga kerak sizga tadbirkorlik boshlashingiz uchun? Turizmni ham kerak. Turizmni o'zi yuridik firmangiz bormi? Yo'q, yuridik firma yo'q. Jismoniy shaxsga bu berilmaydi. Uncha so'mmagacha. Agar yuridik yoki bironta yoki tadbirkorlik bilan o'tsangiz, garov ta'minotingiz bo'layotgan bo'lsa,